Listemizde devam hürmetlik ve tendaş bugün Çiğslağ 2023 yıl 5. ayının 30. gün ettiği Seyşembe vatandaş. Ukrayna mesela qaytarmıcımını başlaydıgan bolsa, ondaqda uruş meydanında qandaq neticeler uruş meydanında o'ttirib chiqishi mumkin deydi. Germaniya Ovoz radyosu mundaq hesaplaydı. Coğrafya ve harbiy ishlar tarafdagi omillarni hisobga olganda Ukraynaning qaytarma hujumi 3 xil natija berdi. Birinchi, umumyuzlik g'alaba qilish, ya'ni Rossiyani besib olgan ziminlardan qo'g'lab chiqarish, jumladan Krimiyadan qo'g'lab chiqarish, Donbassdan qo'g'lab chiqarish. Lekin bunda g'alaba qilish mumkinligi keyingi yarim yil ichida ancha mumkin emas. Ukraynaning maqsadi Krimiyaga yetib berish, Krimiyada Rossiyani qo'llab chiqarish. Bugungi Ukraynaning sharqidagi barliq ziminlarda Rossiyani qo'llab chiqarish. Hozir Germaniya ovozini deydi, oldimizdagi yarim yil ichida mushularni tamomlashdan o'zi toza mumkinlik jihatini aytganda ancha umidvorlik elib kelmaydi. İkinci xil mumkinlik. Ukrayna armiyasi Donbassni vaqtincha tashlab o'tish. Ukrayna armiyasi Donbassni tashlab o'tish. Qor dengiz bo'ylari territoriyasi va butkul Xerson viloyatlari va Krimiyani qaytarib kelish. Bundaqda Ukrayna Qora dengiz qirg'oqlari va Qora dengizga chiqish egizini kontrol qilgan bo'ladi. Bunun için hozir nima dedi? Krimiyani qaytarib kelolmaysa, bu oldimizdagi yarim yilda deydi. Lekin ekkagan bo'lsa, Qora dengizning butun qirg'oqlarini Ukrayna kontrol qiladi. Bu keyingi vaqtda Ukraynaning qurilishi va Ukraynaning iqtisodiy taraqqiyoti uchun intayin muhim bir yo'l edi. Ikkinchi belgisi. Eng oxiri yaxshi bo'lmagan mumkinlik. Qaytarma hujum besib elingan zimin tuproqlarni qaytarib elib kelgandimi, amaliy taraqqiyot ro'shan bo'lmaydi. Agar bunday bo'lgan bo'lsa, urush uzunga cho'zildi. Qisqasi, yuqori imkoniyat yuz bermasa, uchinchisida urush uzunga cho'zildi deydi. Qaraganda bundaqmi emasdi. Qaraganda bundaqmi emasdi, lekin Germaniya ovoz ishlab tahlil qilyapti vatandosh. Avval qishqil mumkinlik bu natijalarda xulos chiqarsak, zo'r mumkinlik shidi Vladimir Putin taxtdan tushdi. Mayli pressiyaga chiqsin yoki atrofidagi amaldorlar siyosiy o'zgarish bilan bu odamni og'irib tashlasin, qisqasi Vladimir Putin taxtdan tushdi. Chunki Vladimir Putin Krimiya qo'ldan ketkizib qo'ygandan keyin Rossiyaning ichki qismida fikir, jamoat fikri paydo bo'ldi. Shunda qaraganda Krimiyani qo'ldan ketkizib qo'ysalar Rossiyaning ichki qismida jamoat fikri prezident Vladimir Putinni taxtdan elib tashlaydi. Hozir siz qarasangizmi, boshqa odam qarasami, nuqtaliq eng asosiy rayon Krimiya. Agar Krimiyani qo'lga keltirsa, bu jahon tarixida emas, Rossiya tarixida emas, G'arb dunyosining tarixidan bu intayin zo'r g'alaba bo'ladi. Nishon shu ekan, eg'izga elingan ekan, Zelenskiy bir qancha qatam takrorlagan ekan, davlat mudofaa ministri ham biz qaytarma hujum bilan qo'limizdan ketgan barliq ziminlarni qaytarib olamiz degan ekan, demak nishon Ukrayna shu elib aytganda nishon Krimiyani qaytarib bilishiga Germaniya ovozi buni boshqacha tahlil qilyapti. Shunda ahvolda Vladimir Putin taxtdan tushdi. Krimiya qo'ldan ketdi, Vladimir Putin shu hamon taxtdan tushdi. Bunday ahvolda butun Rossiyaga yetib kelgan ziyon zahmat buni tasavvur qilolmaysiz. Bu to'g'ri bir nima demaysiz. Germaniya shunaqa. Bu to'g'rida Vladimir Putin
hakimiyeti özünün ordunu saklapla kalalmayla kalmasın. Bütün Rusya hem dünyadaki ordunu, dünya haritasındaki ordunu, abroy inavetini, çoğun devletler Katar'daki ordunu bırakmıyordu. Anda şu vakti yetkendimiz başta etkanda gereken töleş, Rus cinayetçisinin hesap eder, devri başlığına doğru. Muşularını közde tutup, hazır Rusya'ya hemkarlaşıp işlevatkan yallanma koşullar başlığı Yevgeni Grozin nemi dediği desemler, Rusya uruşta nemi için mağlup buldu. Şunun bilen 1917 yılındaki fevral inkılabı Rusya'da yanı bırakatın partlaydı. Digen sözünün mənisini muşu keyfiyat yakın, muşu vaziyet, muşu riyallıqtın belgeleydim. Şunu da körüp alışacağız da. Ya da azı yallanın koşun başlığı, Grozin demi depti, mağlup buldu. Fevral inkılabı yani götürüldü Rusya'da. Ende mavzu cüngüğü körüsüdüğün tesiri vatandaş. Bu sen yüzek gibi oldu, şundan koşum anlap koysunuz. Cüngüğü körüsüdüğün tesirini mi? Kaytarmıcım, Ukrayna, Rusya mağlup oldu. Vladimir Putin mağlup oldu. Muşu sözde hemiz evvel reallık ayrılığın boz, bunun cüngüğü körüsüdüğün tesiri, Tayvan boğuzu körüsüdüğün tesiri nime? Gerçi cüngüğü hükümeti Avrupa işleri boyunca alayda elçiliği koyunu, uğraştı yaraştırış, uğraşın tohtırışçalılık görüşüske. İşte salgan bolsumu lekin Beijing köngüde kaytarmıcım bilen mağlup bulduğun Rusya'nı karşı erişka tayyarlık kılıp bol. Demek hazır Beijing, Ukrayna kaytarmıcımını başlaydı, Rusya mağlup bulundu diyen muşu hüküm, muşu hulası kelip boğan gel. Biz Türk'ün sözlü de çünkü hükümetinin yakından bir hareket faaliyetlerini şunun karşısınız demek hazır Rusya'ya nispeten aytkanda nemesi xuliganini Rusya'ya nispeten aytkanda onun xorgini besip koyduğun yoki onun elpazını öz joyiga tushiradigan hareketlerini, diplomatik hareketlerini kılıvatkallığı çünkü hükümetinin kaytarmıcımdan keyin mağlup bulduğun Rusya'ya kandak takabül duruş ve bu Rusya'ya kandak eliş kılatkan tayyarlık edildi. Bunun da sel burun şimdi çakırılgan Orta Asya devlet başları ve çünkü devlet başları yığını negiziden aytkanda muşu taraflar tayyarlık hizmetinin bir tarafıdır. Görüyorsunuz mu? Biz nimaga tayyarlık kılavatımız? Vatandaşım Rusya gumran bolsa, Uyg'uriston meselesi o'tirg'i chiqadi deb tayyorlik qilyapmiz vatandaşım. Hozir Xitoy hokimiyati sizdan bizdan chaqqon kelib, Rusya mag'lub bo'lsa, O'rta Osiyoda alato'palang bo'lamdi. O'rta Osiyoda ko'tarilish bo'lamdi. O'rta Osiyoda yangicha bir siyosiy kayfiyat o'tirg'i chiqadi. Masalan, O'rta Osiyo davlatlari mustaqil davlat qurgan bo'lsa, yanada Rusya diplomatiya siyosatının kölengisini yaşap kelyapkan O'rta Osiyo. Agar bu qatim Vladimir Putin Rusya mag'lub bo'lgan hemen O'rta Osiyodagi 5 davlatda nima o'zgarish bo'ladi? Hozir Jungo Kompartiyasi diqqat qilayotgan payt, dal mushu payt, tayyorlik qilayotgan payt, dal mushu payt vatandosh. Mesela Wang Honon deganning Urumchi Qashqarga berib xizmat o'rinlashtirishlari dal mushunga tayyorlik qilayotgan xizmatlar vatandosh. Qanday o'zgarish bo'ldi? Yaqinda bir xabar diye bir adam shunday dedi, Jungo'da obzorchi, navbatda Tibetning vaziyati bilan Xinjiangning vaziyati yoki ikki rayi, ikki o'lkadagi vaziyat nayt jiddiy deydi. Qaysi oldi bunday jiddiy? Nima uchun jiddiy dedi? Bunun xalqaro vaziyatla aloqasi nima? Jungo'ning ichki vaziyatla aloqasi nima? Hech nima deb mushu so'zni to'g'ri atdi. Shunlashqa nima deydi? Yana Tayvanlik bir obzorchi Liu Su Xiang deydigan odam nima debdi demamiz? Bizning hozir ko'zda tutduğumuz Jungo'ning g'arbidagi vaziyat Kırama gapda Tayvanlik
Gomindan, Uygurlar kurallık inqilab bilen qoğlab çıkargan Gomindan, məğlub kılgan Gomindan Xitay Partiyasının adımı. Nemi de vatı bizden köngül bölüdüğünümüz degen cümle işildi vatı vatandaş. Çünkü onun garbedeki vaziyettir. Yani Uyguristan'ın vaziyeti. Növbette hazırlıkça Cungo, Ukrayna kuruş vaziyetinden faydalanıp Rusya'dan erzan bahalı enerjiye setip aldı değil. Yüzünün dostunun, Kadinas dostunun 5 gün düşkende onundan enerjiyeni erzan bahalı setip aldıydı. Bunundan nayt zor fayda aldıydı. Eğer Rusya məğlub boladiganlı bolsa, bunda erzan bahalı enerjiye setip beriş Cungo'ga endi ikinci hükümet, yani Rusya'nın ikinci kıtım kurulgan hükümeti kıladigan iş emasdi. Cungo bu yolda erzan bahalı enerjiyeye erişemeydi. Tünügün nemi dedik, xuddi Rusya'ya tayyorlik qilgandak, Sibirya ikinci belgilik Turab yolu ve Türkmenistan Cungo 3. derdik, 3. liniye, D-liniyelik tabi gaz Turab yolu degen narsa sizlarga so'zladik. Bu yerda hozir Germaniya ovoz deydi ki Vladimir Putin ve hazır Rusya gumron bo'lgan amon Cungo Rusya'dan aladigan arzon baholı energiya tamam tugaydi dedi. Hozir shuning uchun Cungo Kompartiyasi derhal aynakka qarab bak dedi. Bu aynak qarasa bu aynakning ichida O'rta Osiyodagi 5-6 davlat ko'z oldiga aynakda ayon bo'ldi dedi. Sababi bu 5-6 davlat O'rta Osiyodagi hammasi energiya ishlab chiqadigan davlatlardir. Vatandaş. Vaziyet mana shundan qaram. Davomini anlash oxirgi bir bet qoldi kechiram vatandaşa. Shunday ishmi?